Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana oynamiz bitdi. Orqasida polkalari bor, 360 gradusga aylanadi. Razmerlari 1.66 ga 50 sm bo'ladi. 50 sm diagonaldan chiqmasdan aylanadi. Juda ixcham joyni egallaydi. Ko'rishingiz mumkin. Orqalariga xuddi shu ko'rinishda polkalari bor. Bemalol kitob javon qilib olsalar ham bo'ladi yoki oyoq kiyim teradigan polka qilib olsalar ham bo'ladi. Parfumeriya qo'yadigan qilib olsalar ham bo'ladi. Kimga qanday qulay bo'lsa maza qilib ishlatadigan fasondagi postavkamiz chiqdi. Ko'rishingiz mumkin, materiallari ham yaxshigina baquvvat, kromkalari stanoylarda yopishtirilganmiz. Har bitta teshigini stanoyda adashtirilmasdan teshiladi buni. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli, ideal bo'lib chiqdi. Xo'p, nomerlarimiz, Instagram kanallarimizni ham bir yo'la yopishtirib, chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Bog'lansalar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga dastavkasi bor, faqat dastavkasiga qo'shilib qoladi. Endi hozir buni faqat bitta ko'rinishda yig'dik. Buni yig'ilmagan holatida jo'natib yuboramiz o'sha viloyatlarga. Bemalol o'zlaring yig'ib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hamma instruksiyasini tushuntirib, kerakli shurbigacha, hamma atverka, perchatkalarigacha solib jo'natib yuboramiz dastavkasini qilib. Video tashlab beramiz, qo'llanmasiga asosan bemalol o'zlaring yig'ib ishlatishlaring mumkin. Yoqqan bo'lsa, xudo xolasa, direktdan murojaat qilsalaring narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kuzatib boringlar.